joyga narx qo'yib qo'yganman 5200 atrofiga. 5200 dan ko'tarilgandan so'ng уже biz где-то bir $100 dan oshiq profitga kirib ketadi zilkalarim. Zilkalar qanday yakunlanib bo'lgandan so'ng albatta buni tushuntirish berib ketaman. Nima uchun bu joydan bayga yoki selga kirganim to'g'risida bozor pulashini ko'ryapsizlar, o'ta go'zal qiladi bugungi kunda. Hozircha men o'ylashim bo'yicha mana shu 5200 dan где-то bir 5250-5280 atrofiga ko'tarilishi kerak bozor. No, shu joyga kuzatamiz. Ungacha men hozir bir ko'cha-po'chaga chiqib bilsamki mashina o'tib ketib qolyapti, uzr. Ko'rsatmay turamizda. Chunki montaj paytida ishga bo'ladi, senzura qo'yish kerak bo'ladi. Shaxsni yaxshilash maqsadida. Shunaqa gaplar o'rtoqlar, hozir mashina o'tib ketib olsin. Ot. Ketdik. Do'konlar bilan solaylik. Zilkani bo'lsa shunchaki kutamiz. Vot mana men kutgan o'sha 52-40-50 atrofiga kelgan mana shu joyda hamma zilkani yopaman-da. Va buni yechib olamiz, nima qilardik? Bu shotdan maqsad $100 solib, tajribamdan o'tgan informatsiya ma'lumotlarni sizlarga ko'rsatib berish, savdo qilish orqali. Bu shot XM Broker'ning ultra low mikro shoti hisoblanadi. Shuning uchun bu joyda ochayotgan har bir 0.10 lot zilkamiz $1000 teng. Bu shotda oddiy standart shotdan farqi xuddiki sentoviy shotga o'xshaydi, lekin aniq sentoviy shot emas, chunki bizning hisobimizda pulimiz dollar hisobida turibdi. Tak, pulni yechib olish uchun hozir ekranda zapisini o'chirib kameraga olaman. Juda go'zal chiqibdi oy bugun. Xullas, qaranglar, mana bu yoqqa olib turib. Tak. Ot. Menimcha hammaga ko'rinarli bo'ldi. Internet chota ishlamay qolib shekilli. Pulni yechib olish uchun birinchi o'rinda biz lichniy kabinetimizga kiramiz. Lichniy kabinetimga kirdim. Mana shu joy lichniy kabinet XM Broker'ning ofisial lichniy kabineti hisoblanadi. Vot, mana bu tarafda musobaqalar, yana shot ochish, u yoqdan bu yoqqa o'tkazish balobatlarlar bo'lsa, mana bu joyda bozordagi instrumentlar, mana bu joyda grafika, mana bu joyda xuddi meni shotimdagi mana balans turibdi. Mana bu joyda real degan yozuv va mana shuni ustiga bosadigan bo'lsak, mana bu yoqda ma'lumotlar kelib chiqyapti. Mana shu akkaunt bo'yicha. Mana shu joydan withdraw degan tugma bor. Mana shunga bosamiz. Bu pulni yechib olish degani. Mana bu joydan bank kartani bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu joyda nech pul yechib olishimizni yozishimiz kerak bo'ladi. Men bu joyga $416 hammasini yechmoqchiman. 416.51 sent. Xo'p, mana bu joyda bitishga qo'yamiz. Qo'yganimizdan so'ng biroz pastroqqa tushsak, mana bu joyda request tugmasi turibdi. Mana shunga bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizga ma'lum qilinishicha, sizni so'rovnomangiz yaqin orada ko'rib chiqilinadi deyapti va pochtangizga xabar beramiz. Proses yakunlangandan so'ng deyapti. Okey deb bosamiz. Vot, shotimizdan уже pul chiqib ketdi. Endi nima qilamiz? Endi shu tak. Endi o'rtoqlar, nazariy ma'lumotlarga. Oltin instrumentini analiz qilish uchun birinchi o'rinda oylik time frame, haftalik time framedan boshlaymiz.
Bu oylik va haftalik time frame bizga bozorni yo'nalishini, trendni aniqlab olish uchun kerak bo'ladi. Ikkinchi o'rinda esa kunlik va 4 soatlik time frame'ni analiz qilishimiz kerak bo'ladi. Kunlik va 4 soatlik time frame'da biz izdilka qilish uchun kirish narxlarini yana ham aniqlashtiramiz. Mana bunda yo'nalishda aniqlaymiz. Mana bu ikkinchi kunlik va 4 soatlikda esa asosiy trend buyda bo'lgani bilan, lekin qisqa muddatlik trendimiz balkim korreksiya paytidadir. Katta buy trenddagi trendda bozor har doim to'g'ri buyga qarab ketavermaydi. Ko'tarilgandan so'ng albatta orqasiga korreksiya beradi. Vot mana ko'tarildi, orqasiga korreksiya, yana nimadir-nimadirlar bo'lib turib, yana dalshi mana bu maksimum yangilanib, yana qaytib ko'tarilib ketishi uchun bu 4 soatlik va kunlik time frame'da biz mana bu strukturalarni aniqlash uchun kunlik va 4 soatlik time frame'ni ishlatamiz. Izdilka qilish uchun yana ham aniqroq, tiniqroq stop losslarni kichkina qilib kiradigan time frame bu 1 soatlik time frame hisoblanadi. Menimcha bu joy time frame'lar haqidagi ma'lumot sizlarga tushunarli. Bu videorolikdagi savdolar mana shu time frame'larni ketma-ket analizi asosida savdo qilingan. Masalan, oylik time frame tasavvur qilinglar, oylik time frame'da mana shunaqangi holat yuzaga kelgan bo'lsa, mana bu ichini bo'yamagan svechalar bular bichi svecha, buqa svechalar. İçini bo'yab qo'ygan svecham esa medveji svecha hisoblanadi. Bichi svechani yopilgan narxi bilan medveji svechani ochilgan narxi deyarli bir xil urovenda turgan bo'lsa, bu uroven сопротивление uroveni hisoblanadi. Xuddi shuni teskarisi, agar bitta medveji svecha bilan bitta bichi svecha yopilgan, ochilgan narxi vot aynan mana bu joy deyarli bir xil urovenda turgan bo'lsa, bu joy поддержка zonasi hisoblanadi. Поддержка va сопротивление urovenlarini aniq точка virgulgacha точно qilib belgilab olish uchun, snayperskiy kirish qilish uchun svechalarni yopilgan narxidan olamiz. Aynan mana bu joyda qarshilik level narx, bu joyda mana bu bichi svechani yopilgan narx hisoblanadi. Bilsanglar, trading viewda doim chat tarafda mana bu joyda chizma instrumentlar turadi. Chiziq, trend chiziq, Fibonacci, balobatlar farqi yo'q. Mana shu tarafda turgan joylar ichida mana bunday magnet bor. Kak taqaga ot taqasiga o'xshatib qo'ygan. Mana bu joyda magnet bo'ladi. Mana shu magnetga bosib turib, chiziqni mana bu joyga olib kelib tashlaydigan bo'lsanglar, svechani yopilgan narxiga o'zi yopishib, joylashib qoladi. Bichi svechani yopilgan narxini cho'tki qilib belgilab olamiz. Medveji svechani ham yopilgan narxini cho'tki qilib belgilab olamiz. Medveji svechani yopilgan narxi bu поддержка. Bichi svechani yopilgan narxi bu сопротивление leveli hisoblanadi. Сопротивление va поддержка levelni orasi har doim range zona bo'ladi. Buni doim sizlarga aytaman, e'tiboringlardan chetda qoldirmanglar. Range zona hisoblanadi. Aslida meni savdo qiladigan strategiyam, savdo qiladigan logikam juda ham oddiy, oson, sodda. Xo'p, oylik time frame'da mana shunaqangi holatni ko'rganimizdan so'ng men nima qildim? Bu videorolikda savdo qilayotgan paytimda kichkina time frame'ga o'tamiz. Bundan oldingi holatga aytgan bo'yimcha haftalik time frame'ga o'tilinadi. Mana bu joyga yozaman. Haftalik time frame'da ham xuddi mana shunaqangi joylarni belgilab olganimdan so'ng bozor bo'lishi mumkin, ko'tarilgan, tushgan, mana line chartda chizib tushuntirib qo'ya qolaman, osonroq bo'ladi, chunki haftalik time frame'da mana bunaqangi holatda ko'rinishi mumkin. Mana shu joydagi qarshilik va mana bu joydagi himoya, qarshilik, himoya, qarshilik, himoya. Mana shunaqangi levellar belgilab olganman va qarshilik zonaga kelganda prosta sellga, himoya zonaga kelganda prosta buyga savdo qilingan. Bu safargi savdolarimda men svechani yopilishini kutib o'tirganim yo'q, chunki bozor juda ham kuchli qulayotgan payti edi. Bozor juda ham kuchli qulayotgan paytda va e'tiborga olamiz, juda ham kuchli trend paytida yurib reski nimadir sababga asosan qulaydigan bo'lsa, mana bu yurgan vaqt mobaynidagi levellar, to есть mana bunaqangi ikkita svechani joylashuvi yoki bo'lmasam o'tmishdagi mana bu medveji svechani yopilgan narxda belgilab olingan urvellar hammasi erta bir 80% holatda reaksiya beradi orqasiga. Bozor prosta tak tupa mana bunaqa buzib tushib ketishdan oldin qaysidir levelga yetib keldi. Vot mana bir svecha, 1 minutlik svechaga qaraydigan bo'lsak, 1 minutlik time frame'dagi vot svecha yetib kelgandan so'ng qaysidir levelga o'sha kuchli поддержка uroveniga tekkandan so'ng albatta bu joydan orqasiga reaksiya beradi. Aynan mana shunaqangi levellarni mana bu joyda belgilab ko'rsatib olganimdek belgilab olganman.
oylik, haftalik, kunlik time frame'lardagi mana shunaqangi aynan levellarni belgilab olganmanda, bozor ana o'sha joyga kelgan vaqtda просто bayga и обратно orqasiga qaytib tushgani trend bo'ylab qaysidir urovga yetgandan keyin dalshi selga zilka qilingan. Yana ham soddoroq tushuntiraman. Bozor qulashni boshlayotgan paytida o'tmishdagi mana shunaqangi medvejiy svechani yopilgan joylari bo'ladi. Albatta bor, bu har doim bozorda qarasak bu narsa chiqadi. Mana bu joyda medvejiy svecha, mana bu joyda bichiy svecha ochilgan, yopilgan narx deylik. Bu oylik, haftalik, kunlik time frame'dagi holat bo'yicha mana shu joyni, medvejiy svechani yopilgan narxini shunday belgilab olinadi. Bozor kuchli tushayotgan paytda mana shu joyga buy stop qo'yish mumkin yoki aynan mana shu joyni poylab buyga zilka qilish mumkin. Tushishi mumkin. Bu levelni yorib o'tib, lekin 80% holatda bozor keladi, levelni oladi, obratno orqasiga qaytib reaksiya beradi. Reaksiya bergan paytda mana bu joyda buyga olingan zilkalar mana bu joyda yopiladi. Yopilingandan so'ng mana bu qulayotgan paytda bozor tekis emas, mana bunaqangi holatda qulaydi ko'p holatda, to'g'rimi? Mana bu joyda ham xuddi shunaqangi joylar bo'lishi kerak. Bor edi albatta, bor edi ham, даже bo'lishi kerak emas, bor edi. Mana bu joydagi minimum bu joyda ham xuddi mana shu svecha holati joylashgan bo'ladi. Medvejiy svecha, mana medvejiy svecha bo'lsa va oldida bichiy svecha bo'ladi. Даже bo'lmasligi ham mumkin, ahamiyatsiz u. Mana bunaqa holat bo'lishi ham mumkin. Bitta medvejiy svechani o'zi, qaranglar. Tushyapti. 1 minutlik time frame bu. Yana ham yaxshi bo'ladi 1 soatlik time frame ni ko'rsak. Oldidan yana bitta medvejiy shunaqa kuchli svecha tushgan bo'lishi mumkin. Bu level ham hisobga o'tadi. Chunki mana bu joy все равно medvejiy svechani yopilgan narxi. Men nima dedim biroz oldin, mana bu joyda ko'rsatganda svechani yopilgan joyidan level belgilaymiz dedim, uroven belgilaymiz. Mana bu joyga level belgilasak, mana ana o'sha joy. Qulagan paytda mana bu joyda xuddi mana bu holat yuzaga kelgan bo'lsa ham yoki mana bu holat yuzaga kelgan bo'lsa ham bu joy level hisoblanadi. Line chartga oladigan bo'lsak, mana bu joyda chizib tushuntirgan svecha, mana bu bichiy svecha kelyapti va medvejiy svecha orqasiga qaytib tushyapti. Все. Mana bu joyda line chartda bu mana bunaqangi holatda ko'rinadi bizga. Uchburchak tog' sifatida ko'rinadi. Aynan mana shu joy. Xuddi shunaqa joydan selga zilka qildim. Obratno qaytib tushdi levelga. Bu joyda zilkani yopaman, buzadigan bo'lsa levelni, buzib pastda medvejiy holatda yopilgan taqdirda dalshi yana selga zilka qildim. To'shto keyingi поддержка leveligacha. Keyingi поддержка leveliga yetib keldimmi? Selni yopdimda mana bu joydan dalshi buyga zilka qildim. Zilka qildim, orqasiga korreksiya berdim, ma'lum bir qismini yopib, qolganini bezubitga qildim yoki bo'lmasam shunga o'xshagan savdo bo'ldi. Короче, sizlarga savdo qilish holatini mana shu aytgan ma'lumotlarimga asoslangan holatda zilka qildim. Agar meni savdo qilish usulimga qiziqqan bo'lsanglar yoki bilmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, ko'proq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, kanalimga kiringlar, mana bu videoroliklarni ko'ringlar. Sizlarda batafsil ma'lumot paydo bo'ladi. Sizlarga aytmoqchi bo'lganim shulardan iborat edi. Keyingi videoroliklarni ko'rishguncha o'zinglar ehtiyot qilinglar. Depozitingizni slit qilib qo'ymanglar. Gaplashamiz. Xayr.